Nima bu? O'tirgan narsa o'ylashtirasizlarmi o'zingizmi? Oyisiga chiqib nima deysizki? Kim oyisiga chiqib? Kuzatayotganingiz. Shu o'quvchingiz o'tirdingiz, darsda ertaga nima qildingiz yoki kun Mana shu tartibida ertaga so'radingiz. o'rgatdim. Onasiga qanaqa yuz bilan chiqib nima debsiz? Bir soat tilini oldingiz, masalan, 100 ming deylik, 100 ming oldingiz. Shu 100 mingni olayotganingizda vijdoningiz qiynalmaydigan qilib qanaqa kuzatasiz? Mana shu ertaga o'rgatdim. Bu nima qiladi? Uyga mana shu ertaga sizdan so'raydi berish kerak ekan. Sizga Ertaga nima qilasiz? ertasi kuni shu o'tgan yozgan xatlarni bitta yozib beradi. Siz bolangizni o'sha specialistga necha kun borasiz? Sizga o'xshagan specialist. O'zlarim aytgan kuni ko'p bormayman misol. Shunaqa bo'lishi kerak emas. Men oldin darsda ham Sloviyada ham dars aytganman. Bo'ldi, 15 minutingiz o'tib ketdi. Postanovkaga ishladingiz. Qolgan 45 minut nima qilasiz? Baraktob kurlar, ochinglar dislarni ham. Yaxshi ham minutigacha bo'y berganman. Qaranglar. Siz boya aytganingizdek, siz уже meni shogirdimsiz, siz ranglaytirib o'tirmaysiz katta bo'ladi. Fishkamizda boshqa specialistlardan ajralib turadigan joyimizda biz bolani funksiyalarga ajrata olamiz va yosh normasini, sodda programma tuzishni o'rgatdim-ku sizlarga, o'rgatdimmi? O'rgatdim-ku. 10 ta funksiya bo'yicha bolaga bo'lmasa. Bizda yosh normalarimiz bor. Qo'lingizda tayyor shpargal. Ochib ham qaramaysizlar o'sha. To'g'rimi gapim? Ochib qaraganingizda hozir shartlatib menga aytgan bo'lardinglar. Da sложный mavzular bor o'zi, leksik mavzular. Men shkop titmagansizlar ham. Titmagansizlar? Necha marta aytdim, qaranglar shkopda nima metodikalar bor. Ana kanalda ko'rib ham chiqmagansizlar. Ko'rganinglar sari izingiz kelaveradi. Individual yondashamiz har doim. Hop. Ja bo'lmasa, hamma narsasi yaxshi bo'lsa, yoshdan keyingi bilimni beramiz. Bu anaqada olgan pulingizni oqlab olish masalasi. Biz hech qachon oddiy bola qobiliyati bor narsada vaqtini o'tkazib o'tirmaymiz. Bilgan narsani qildirib o'tirmaymiz. Mayda motorikasiga ishlayapman deb elementarniy narsani 5 yosh bolaga qildirib o'tirish bu noto'g'ri. Mayda motorikani biz yoshiga mos ravishda sложный narsa bilan ham rivojlantira olamiz. Shunga qat'iy keluvdik.